asosiy отек bo'lishiga sabab tepadan boshlab bizada limfalarimizni yopib qo'yadi. Ya'ni mana bu qorin bo'shlig'idagi, брюшной полостьdagi опущение внутренних органов. Ya'ni mana опущение degani faqat matkalarni опущениeni tushunmaymiz. Kishayishliklar, oshqozonlar hammasi pastga qarab osiladi. Odam katta bo'lgan sari, ayniqsa ketma-ket tug'ruq o'tkazgan sari pastga qarab osilib tiqilishni boshlaydi. Yana mana bu beldagi umurtqa o'tirishi, kompressiya bo'lishi, ya'ni umurtqani bo'yi borgan sari cho'kishi ham ichki organlarni bir-biriga tiqilishiga olib keladi. Natijada ular pastki asosiy bosimni mag'li tazdagi organlarga beradi. Mag'li tazdagi organlari keyin опущениyalar yuzaga keladi. Bular bir-biriga tiqilgandan keyin именно mashta mag'li taz orqali oyoqga qarab limfa ham, qon tomirlar ham o'tib ketyapti. Mana bundoq o'tyapti. Nervlar ham o'tyapti. O'shalarni nima qilib qo'yadi? Yo'lini to'sib qo'yadi, bloklab qo'yadi. Bu yoqda kelgan zastoylar hosil bo'lgandan keyin, конечно, oyoqda shish boshlanadi, отек. Selulitlar boshlanadi. Kechqurunga borib oyog'i og'ir bo'layotgandek tuyuladi. Shunaqa отек shu holatlar bormi? Demak, unda опущениyalar bor, ili tepadan kompressiya bor. Demak, uni oyog'idagi u problemalarni yechishimiz uchun shu venalar chiqishi bormi, ili o'sha oyoqdagi selulitlarni, отекlarni davolashimiz uchun biza belni kompressiyasini olib tashlashimiz kerak. Birinchi o'rinda bel bunaqa yig'ilib qolganini, tazdagi perikosini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Опущение внутренних органlarni hammasini o'zini sog'lomlashtirib joyiga ko'tarib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. O'shanda oyoqga bo'lgan moddalar almashinuvini ochib berar ekanmiz.